Yangi mahalla, yangi ko'cha, yangi qo'shnilar va yangi imoratimiz. Assalomu alaykum. Sizlar bilan Akmal. Fasadimiz 13,5, ichkariga 29,5. Umumiy hisobda 4 sotiku 4 xonali uyimiz sotuvda. Narxi $135,000, kami bor. Telefon bilan yozaman, telefon qilinglar. Sizlar bilan Akmal. Tashqarida tualetimiz bor, огородimiz bor. Mevali daraxtlarimiz bor. Oyontaga chirpitsa qilingan, travertinlar qilingan, ichkari hamda tashqari полный remont bo'lgan. Navesimiz bor. Uyda domofon bor. Ichkariga hamda tashqariga qaragan kameramiz bor. Xavfsizlik tomonidan hammasi o'ylangan. Uyimiz tashqaridan podvalga kirib chiqish uchun zina qilingan. Shunaqa sharoiti bor. Bu yerda bitta oshxona bor, bu yerda bitta xonamiz bor. Konditsionerlar o'rnatilgan. Food City bozordan 1 kilometr uzoqlikda. Darvozadan chiqib mahallaning oxiriga borib qarasanglar, Food City'ning asosiy eshigiga yetib borasizlar. Hujjatlar joyida, xohlagan kuningizda nomingizga o'tkazib beramiz. Xonalar alohida. Koridorimiz uzun va keng. Uyimiz chiroyligina. Remont bo'lganiga 1-2 yil atrofida vaqt ketgan, bo'lganiga, bitganiga. Oshxonamiz chiroyli, oshxona mebellari qoldiriladi. Televizor, bitoy texnika, gaz plitalarini maslahat qilamiz. Konditsioner sizlarga bonus sifatida qoldiriladi. Tupli pol bo'lgan oshxonamiz, hamda batareykasi bor. Uyga Wi-Fi bor. Wi-Fi o'rnatilgan. Gaz, svetlardan muammo yo'q. Городской vodoprovod bor. Artizan bor, yer tagidan chiqadi. Ko'rayotgan joylar bu mehmonxona hisoblanadi. Patoloklari balandgina, figurniy qilingan, chiroyli ob'y yopishtirilgan. Gilamlari hamda chiroyligina bezak berilgan devorimiz. Ikkita lustra va kalkulyator. Xona bo'ylab kelarganmiz, navbatdagi xonamiz ham anchagina katta. Xohlasangiz spalni qilasiz, xohlasangiz ikkinchi xona qilasiz. Tashqari qaragan oynalarimiz bor. Batareykalar o'rnatilgan, lustralar chiroyli qo'yilgan. Ob'yimiz chiroyli, chehrani ochadi. Uyimizda ikkita sanuzor bor. Birinchisi va ikkinchisi. Yo'qda yana bitta xonamiz. E'tibor berasizlarmi? Hamma xonaga alohida kiriladi. Va oyna orqasida keng bayon dalamiz bor. Ana ko'rindi. Food City'ning yonginasida bozor va bozor ichiligi va bozor atrofidan uy qidirayotganlar uchun juda zo'r imkoniyat va variant. Ipoteka asosida olsangiz ham bo'ladi, naqd pul olsangiz ham bo'ladi. Ipoteka asosida nima gaplashib beraman? Hujjatlari joyida. Bu ikkinchi sanuzorimiz bo'ladi. Kafelangan, chiroyli qilingan. Dushlari, issiq sovuq suvlar bor. Kotyonlari bor. Bu oxirgi xonamiz. Uyda 3 ta konditsioner sizlarga bonusga qoldiriladi. Texnikalar kelishiladi. Ko'rosa havas qiladigan uyimiz. Sizlar bilan Akmal. Profilda bundan boshqa uylar bor. Kirib ko'ringlar, kommentariyaga yozinglar. Bu harakatimizni o'z laykingiz bilan baholasangiz juda xursand bo'lardik. Telegramda bundan boshqa uylar bor, arendaga uylar bor, kvartira, domlar bor. Ularni ham kirib ko'rasizlar. Xayr, salomat bo'linglar. Assalomu alaykum.